Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibrohimov bugungi futbol yangiliklarini sizlarga yetkazishdan mamnunman. Jahon chempionati 2026 bahslaridan keyin o'zbekistonlik futbolchilar yurtimizga qaytib kelishsa, ularga Malibu avtomobili topshiriladi degan xabarlarga birinchi bo'lib to'xtalib o'tamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etgan O'zbekiston milliy terma jamoasining 26 nafar a'zosiga Malibu avtomobili sovg'a qilinishi haqida xabarlar tarqalmoqda. Daryo manbalarining ma'lum qilishicha, ushbu ma'lumotlar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi va hech qanday real asosga ega emas. Shu munosabat bilan jamoatchilik hamda tarmoq foydalanuvchilaridan bu kabi yolg'on, tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslik va faqat rasmiy manbalarga tayanish so'ralmoqda. Ma'lumot o'rnida jahon chempionatida ilk bor qatnashgan vakillarimiz guruhda 3 ta uchrashuvda Kolumbiyaga, Portugaliyaga va Kongo Demokratik Respublikasi vakillariga qarshi maydonga tushdi va uchala o'yinda ham mag'lubiyatga uchradi. Hozirda bosh murabbiyimiz Fabio Cannavaro o'z uyida ta'tilni boshlab yuborgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston milliy terma jamoasining mundialdagi ishtirokiga munosabat bildirdi. Milliy jamoamizning AQSh va Meksika maydonlarida o'yinlarini butun xalqimiz bilan bir tanu bir jon bo'lib, katta his-hayajon bilan kuzatib bordik. Futbolchilarimiz FIFA reytingida 5-o'rinda turgan Portugaliya, 13-o'rindagi Kolumbiya hamda ko'plab futbolchilari Yevropaning yetakchi klublarida to'p suradigan Kongo terma jamoalari bilan o'tkazilgan o'yinlar orqali o'ziga katta tajriba orttirdi. Mundial nafasini his qildi desak to'g'ri bo'ladi. Abbos Fayzullayev va Eldor Shomurodov jahon chempionatidagi ilk gollarini kiritib, xalqimizga xursandchilik bag'ishladi. Milliy terma jamoamizning jahon chempionatidagi ishtiroki to'g'risida turli fikrlar bildirilmoqda. Lekin vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos ish emas. Aksincha, bugun ularni qo'llab-quvvatlash, ruhini ko'tarish har qachongidan ham muhim, dedi prezidentimiz. Katta g'alabalar hali oldinda ekani, buning uchun futbolni rivojlantirishga yanada keng sharoitlar yaratilishi, bu sohaga investitsiya ko'paytirilishini ta'kidlandi. Eng avvalo bolalar futboliga e'tibor kuchaytirilib, mazkur sport umummilliy harakatga aylantiriladi. Kelasi yilning yanvarida Saudiya Arabistoni maydonlarida o'tkaziladigan futbol bo'yicha Osiyo Kubogiga tayyorgarlik hozirdan boshlanadi. Biz jamoamizga ishonamiz va ushbu musobaqada ham butun xalqimiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz, degan mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Bolaligimda jahon chempionatida o'ynashni orzu qilardim. Eldor Shomurodov. Hujumchi o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida muxlislarga minnatdorchilik bildirib, ilk mundialdagi hissiyotlari bilan o'rtoqlashdi. Bolaligimda jahon chempionatida o'ynashni orzu qilardim. Bugun esa bu orzuyim ushaldi. Bu hissiyotlarni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Natija biz kutgandek bo'lmadi va bundan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin edi. Ammo bu yo'l menga unutilmas xotiralar, bebaho tajriba va yanada kuchliroq bo'lish imkonini berdi, dedi Shomurodov. Shuningdek, futbolchi O'zbekiston sharafini yirik musobaqada himoya qilish uning uchun eng katta faxr ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Eng muhimi, O'zbekiston milliy terma jamoasi sharafini jahon chempionatida himoya qilish men uchun ulkan faxr va mas'uliyat bo'ldi. Yo'limiz davomida meni va bizning milliy jamoamizni qo'llab-quvvatlagan barchaga chin dildan rahmat. Yo'limiz davom etadi, deya so'zlarini yakunlagan O'zbekiston milliy terma jamoasining sardori Eldor Shomurodov. AQSh rasmiysi Eron milliy terma jamoasi mundialni tark etganidan xursandligini yashirmadi. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Mark Wayne Malin Eron terma jamoasining jahon chempionati 2026 musobaqasidan chiqib ketganidan nihoyatda xursand bo'lganini ma'lum qildi. Ular musobaqadan chiqib ketgani va boshqa qaytmasligidan xursandman. Biz ularning vizalarini bekor qilib, AQSh hududini tark etishlari mumkinligini aytganimizdan juda baxtiyor edim. Quvonchdan hatto 1-2 ta qo'shiq kuylagan yoki raqsga tushgan bo'lishim ham mumkin, deya Malinning so'zlarini keltirmoqda The Athletic nashri. Ma'lumot uchun, Eron milliy terma jamoasi mundialda 3 ta tur uchrashuvda 3 ochko jamg'argan holda G guruhida 3-o'rinni egallab, mundialni erta tark etdi.
Federatsiya bosh murabbiyni qoldiradi, lekin terma jamoada katta o'zgarishlar bo'ladi. Turkiya futbol federatsiyasi milliy terma jamoa 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichidan o'ta olmaganiga qaramay, bosh murabbiy Vincenzo Montella bilan xayrlashishni rejalashtirmayapti. Biroq murabbiylar shtabida o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Takvim nashrining ma'lum qilishicha, federatsiya rahbariyati italiyalik mutaxassis bilan sentyabr oyida start oladigan Millatlar Ligasiga tayyorgarlik rejasini muhokama qilgan. Tomonlar murabbiylar shtabi tarkibini qisman yangilash zarurligi bo'yicha bir fikrga kelgan. Xususan, murabbiylar shtabiga maslahatchi mentor jalb qilinishi kutilyapti. Shuningdek, jismoniy tayyorgarlik bo'yicha murabbiylar tarkibida ham o'zgarishlar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bundan tashqari, Montella jamoaning o'yin uslubiga ham tuzatishlar kiritishni rejalashtirmoqda. Asosiy e'tibor eng yaxshi sport formasidagi futbolchilarga qaratiladi. Taktik sxema ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Jumladan, nominal markaziy hujumchisiz o'ynashdan voz kechilib, klassik forvardli tizimga qaytilishi yoki hujum tuzilmasi moslashtirilishi talab etilmoqda. Virgil van Dijk Niderlandiyaning jahon chempionatidan chiqib ketish haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Niderlandiya terma jamoasi himoyachisi Virgil van Dijk 16dan 1 finalda Marokashdan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng jamoaning 2026-yilgi jahon chempionatini tark etgani haqida fikr bildirdi. Biz yaxshi himoyalandik, ularga yarim himoya va himoya chiziqlari orqali hujumlar tashkil qilishga yo'l qo'ymadik. Ammo qo'shib berilgan vaqtlardagi bitta xato va hammasi tugadi. Biz penaltilarni mashq qilgandik, bor kuchimizni ishga soldik, lekin yakunda mening yagona fikrim mag'lub bo'lganlarni qo'llab-quvvatlash edi, dedi Van Dijk News nashriga bergan intervyusida. City xo'jayini bosh murabbiylikka nega Enzo Mareskani olganini tushuntirib berdi. Manchester City klubi boshqaruv raisi Xaldun Al-Muborak jamoaga italiyalik mutaxassis Enzo Mareskaning bosh murabbiy etib tayinlanganiga munosabat bildirdi. Enzo faoliyati davomida doimo yangi chaqiriqlarni izlagan va yuqori natijalarga intilib kelgan murabbiy. U jamoaga xarizma, ishga bo'lgan katta ishtiyoq va yuqori futbol zakovatini olib keladi. Ayni shu sifatlar bizga kerak. U maqsad va orzulari o'ziniki bilan to'liq mos keladigan klubga qaytayotgandan mamnunmiz. Shuning uchun Enzoning Manchester Cityga qaytishi ham, uning o'zi ham klubimiz uchun tabiiy va kutilgan qadam bo'ldi. Uning ixtiyorida o'zining o'yin g'oyalarini amalga oshirish va yanada rivojlantirish uchun juda mos tarkib va futbol tuzilmasi bo'ladi. Uning klubining kelajakdagi muvaffaqiyatlariga qanday hissa qo'shishni katta qiziqish bilan kutyapmiz. Xush kelibsan Enzo, dedi Xaldun Al-Muborak klub rasmiy saytiga bergan intervyusida. Mareska qo'l ostida Cityning ilk transferi hal bo'ldi. Yaqin kunlarda Manchester City 23 yoshli ingliz yarim himoyachisi Elliot Anderson bilan shartnoma imzolanganini rasman e'lon qilishi kutilmoqda. Bu haqda futbol bo'yicha insider Fabrizio Romano o'z ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida xabar berdi. Uning ta'kidlashicha, Andersonning kelishi bosh murabbiy lavozimiga Enzo Mareska tayinlanganidan keyingi ilk transfer bo'ladi. Romano ma'lumotlariga ko'ra, futbolchi tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tgan. Barcha hujjatlar kelishib olingan. Transfer qiymati 116 million funtni tashkil etmoqda. Bu summa klub tarixidagi eng yirik transfer sifatida qayd etilishi mumkin. Ilgari Manchester City uchun eng qimmat xarid Jack Grealish bo'lib, u 100 million funt evaziga Manchester Cityga ko'chib o'tgandi. Harry Kane transferi uchun dastlabki qadam tashlandi. Daily Mail nashri insayderi Craig Hope'ning xabar berishicha, Ispaniyaning amaldagi chempioni Barcelona klubi Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane'ni transfer qilish imkoniyatini o'rganmoqda. Manbaga ko'ra, kataloniyaliklar vakillari ehtimoliy transferni muhokama qilish uchun hujumchining atrofidagilari bilan aloqaga chiqqan. Qayd etilishicha, Kane'ning Bavariya bilan shartnomasi yana 1 yil amal qiladi. Futbolchining o'zi Germaniyada o'zini juda yaxshi his qilmoqda va hozircha asosiy e'tiborni München klubi bilan shartnomani uzaytirishga qaratgan. Shu bilan birga Barselona jahon chempionati tugagach, agar transfer shartlari kelishilsa, ushbu masalaga yana qaytishga tayyor. Manba ta'kidlashicha, hozircha gap muzokaralarning yakuniy bosqichi haqida emas, balki ehtimoliy bitimni dastlabki holatini o'rganish haqida ketmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.